Dünyada taxminan 30 milliard dollarlik bozor bor bo'lgan qora oltin deb ataladigan yolg'onchashlarning bir qismining Sharq Turkistondagi jazo lageriga qamalgan Uyg'ur ayollarining chechidan yasalganligi ilgari surilmoqda. Yolg'onchach arzon ham ko'plab ishlab chiqariladigan bo'lg'ashqa Xitoy dunyo chash bozorida birinchi o'rinda turmoqda ekan. Lager shohidlarining aytishicha, Sharq Turkistonda lagerga qamalgan ayollarning chachlari tushirib etiladigan bo'lib, mutaxassislar buni yolg'onchash sanoatining manbasi deb qaragan. Shundaqla lagerga qamalgan ayollarning chash zavodlarida majburiy emgakka silinishimi bu andishni kuchaytgan. Yana bir tarafdan Amerika Savdo ministrligining xabariga qaraganda, ular yaqinda Xitoydan ta'minlangan yolg'onchash va buningga aloqador mahsulotlarning jazo lageriga tashlangan Uyg'ur ayollarga tava ekanligini bekitgan. Qozog'istonda Uyg'ur tilida chiqadigan eng chong gazet Uyg'ur ovozining mushtari soni 20 mingdan oshib, Qozog'istondagi o'qirmanlari eng ko'p gazetlarning bir sifatida o'rnanmoqda. Qozog'istonda Uyg'ur tilida chiqadigan va o'zining uzun tarixi jarayoni bo'lgan matbuotlarning biri Uyg'ur ovozi gazeti bo'lib hisoblanadi. Bu gazet 1957-yildan buyon kommunizm tug'i nomi bilan nashr qilinib kelgan bo'lib, Sovet ittifoqi yemirilib Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin nomi Uyg'ur ovoziga o'zgartirilgan. Hozir bu gazet Qozoq gazetlari birlashmasiga kirgan bo'lib, u haftasiga bir qatim chiqadigan Cumhuriyet jamiyatlik siyosiy gazet bo'lib hisoblanadi ekan. Buningdan bir yil ilgari mazkur gazetning mushtarilar soni 16320 ga yetgan edi. Bu yil, ya'ni 2024-yil bo'lsa, mazkur gazetning mushtari soni 20 mingdan oshgan. Amerika hukumati o'tgan oyda Rossiyaga qartilgan jazoga xiloflik qilgan chet el banklariga bo'lgan kontrollikni kuchaytirganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy banklari embargoga uchrash andishisi sababli Rossiya shirkatlari bilan dollar orqali pul to'lashni vaqtincha to'xtatgan. Rossiya Savdo sanoatchilar tashkilotining vakillari Izvestiya gazetiga bu qarordan keyin Xitoy banklarining Rossiya shirkatlari bilan aloqador dollar yetkazishni vaqtincha to'xtatganligini bildirgan. Bloomberg agentligi yana oz deganda ikki Xitoy bankisining yaqinqi bir necha hafta ichida Rossiyadan kelgan barliq korxona xaridorlarining hisobotini tekshirishga boshlaganligini xabar qildi. Xabarga qaraganda, banklar embargoga uchirgan shirkatlar yoki bu shirkatlar bilan munosabati bor kishilar bilan bo'lgan munosabatni oxirlashtirmoqchi bo'lgan. Qirg'izistonning poytaxti Bishkekda bolalar uchun qirg'iz tilidagi materiallarning kamligi va sifati ommaviy munozara qo'zg'adi. Qirg'izistonning poytaxti Bishkekda bolalar uchun qirg'izcha mazmun nomli munozara shaklidagi faoliyat o'tkazilgan bo'lib, bolalarga qirg'izcha mazmunning kamchilligi munozara qilingan. 20 yanvar Turar nashriyati tomonidan uyushtirilgan bu faoliyatga tilshunoslar, yozuvchilar, olimlar, bolalar ma'rifchilari, mazmun ishlab chiqaruvchilar va nurg'un oilalar qatnashgan. Shimoliy Koreyada 16 yoshli ikki bola Janubiy Koreyaning televiziya teatrlarini ko'rganligi uchun turmaga va 12 yil jafoliq emgakka hukm qilindi. 1-oyning 21-kuni Shimoliy Koreya musofirlari bilan hamkorlashgan Taraqqiyot tadqiqot o'rni tomonidan e'lon qilingan ko'rinishlarda Shimoliy Koreyada Koreyaning televiziya teatrlarini ko'rganligi uchun so'langan 2 yoshning bir tantarbiya maydonida yuzlagan o'quvchilarning oldida ochiq sotlanganligi ko'rsatilgan. Amerikada Florida shtatining boshlig'i Ron DeSantis o'zining 2024-yildagi prezident saylamiga kandidatlikdan chekinganligini e'lon qildi. U Cumhuriyetchilar partiyasining nomzodi sobiq prezident Donald Trumpga yana bir qatim fursat berishni xohlaydiganligini eskartib mundaq dedi. COVID-19 yuqumi va uning Antoni Fauci'ni tanlash sababidan Donald Trump bilan ba'zi ixtiloflarimiz bo'ldi. Ammo Trumpning hozirgi prezident Joe Bidendan yaxshi ekanligi aniq.